Oltin to'pni eng ko'p yutgan davlatlar. Hayratlanarlisi shundaki, bu top 5 talikda Braziliya, Italiya, Angliya va Ispaniya kabi davlatlar yo'q. Demak, 5-o'rinda Germaniya. Ushbu davlatning 5 nafar futbolchisi umumiy 7 ta oltin to'pni qo'lga kiritishgan. Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus va Matthias Zammerlar 7 oltin to'pga mualliflik qilishgan. 4-o'rinda Fransiya. Shu paytgacha fransuzlarda ham 5 nafar futbolchi 7 oltin to'pni qo'lga kiritgan. 3-o'rinda Niderlandiya. Eng qizig'i, ushbu davlat futbolchilarida ham 7 oltin to'p bor. Farqi 3 nafar futbolchi bu oltin to'plarga ega chiqishgan. Bular Johan Cruyff, Ruud Gullit va Marco van Bastenlar. 2-o'rinda Portugaliya. Albatta, Portugaliya uchun Cristiano Ronaldo 5 oltin to'p yutib bergan bo'lsa, Figu hamda Eusebio'lar bittadan oltin to'pni Portugaliyaga tuhfa etishgan. Va nihoyat 1-o'rinda Argentina. Argentina davlatida 8 ta oltin to'p bor va bu 8 ta oltin to'pning barchasi Leo Messiga tegishli.